dunyodagi eng kuchli futbolchi bo'lasan. Nima bo'lganini bilasizmi? Ha, Grandolining bitta o'yinchisi kelmay qolganmish. Biz boshqa kutolmaymiz. O'yinni boshlashimiz kerak. Men ham o'ynasam bo'ladimi? Jamoadaman. Ha? Hay Mbappe, nabiram jamoangizga qo'shilmoqchi. Ular nevarangizdan ancha katta. Kim futbol o'ynamoqchi ekan? Nabiram. Bilmasam, juda kichik. Yoshi nechida? 6 yosh. Ammo bolakayim oddiy chopqir. Qo'lingdan nima keladi? Hamma narsa. Juda yaxshi bolakay. Haqiqatan chopqir bo'lsang, chap flanksiniki. Mana buni kiyib maydonga tush. Qana bo'la qol. Messilarning kichkintoyimi? Agar akalarichalik yaxshi to'p sursa-ku boshqaga ularga ko'rsatib qo'y, Leo. Qarang, ularni alib o'tib oldi. Davom et. Gol! Qo'yil!